Good day. How are you feeling? I hope you are fine. Welcome to our following lesson. Our lesson is about ing and it adjectives. Bugungi mavzumiz ing va it sifatlar haqidadir. Ing va it sifatlar ko'p o'rganuvchilarda qiyinchilikka sabab bo'luvchi mavzu hisoblanadi. Keling, har bir turi bilan tanishib chiqamiz. It sifatlarimiz. Qanaqa sifatlar? It sifatlarimiz insonda kechayotgan emotsiyalar va kechinmalarni tasvirlab keladi, tasvirlov kuchiga ega. Va bu sifatlarimiz fe'ldan hosil bo'ladi. Tired. Tire so'zi asos hisoblanadi u uchun. Va it sifatlarimiz asosan moq o'zbek tilida qo'shimcha tarzda tarjima qilinadi, ya'ni zerikmoq, charchamoq, qiziqmoq, interested, bored, tired, amazed va hokazo. Bu sifat turlarimiz yana aytib o'tganimdek insonning emotsiyalarini ifodalaydi. Yani ingliz tilida aytib qo'ygan describe emotions which we are feeling. Biz his qiladigan va his qilayotgan emotsiyalarimizni ifodalaydi. Ing adjektivlarimiz esa bu ta'riflash xususiyatiga ega. Ya'ni asosan jonli va jonsiz narsalarni ta'riflab keladi va o'zbek tilida li ko'rinishda tarjima qilinadi. Interesting, qiziqarli, boring, zerikarli. Bu sifatlarimiz aynan narsalarni ifodalaydi va bundan tashqari insonlarni ham ta'riflashi mumkin. U qiziqarli inson. He is an interesting person. Qarang, mana shu holatda keladi. Endi biz asosiy farqi nimadaligini o'rganishimiz albatta zarur. Ing sifatlarimizning subject, ya'ni gapning egasi ko'p holatlarda jonli va jonsiz narsa bo'ladi. Voqea bo'lsin, joy bo'lsin, narsa bo'lsin. Bular ingli sifatlar bilan yuradi. Ba'zi bir holatlarda shaxs ham yurishi mumkin. Lekin idli sifatlarning subjekti esa juda ko'p holatlarda subjekt doim shaxs bo'ladi desak ham bo'ladi. Shu bilan farqlaysiz. Va biz ingli sifatlarni darajalay olamiz. Ingli sifatlarni darajalaganimizda komparativni hosil qilganda more, superlativni hosil qilganda the most so'zidan foydalanib hosil qilamiz. Interesting, qiziqarli, more interesting, qiziqarliroq, the most interesting, eng qiziqarli deb tarjima qilamiz. Mana sizga berib qo'ygan. I am so bored. Men juda zerikdim. The book is so boring. Kitob juda zerikarli. Li ko'rinishda tarjima qilinyapti. Mana bu yerda sizga jadval berib qo'yganman. Bu jadvalda ko'p uchraydigan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni fe'ldan hosil bo'lgan inglik, idli sifatlar va nounlar berilgan. Bularni o'zingizdan daftaringizga ko'chirib olsangiz va tarjimasi bilan shug'ullansangiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yana bir asosiy qoidalardan birini aytib o'tsam, ingli sifatlar asosan gapda to be, get, become so'zlaridan keyin keladi. O'ylaymanki, bugungi darsimiz juda ham yoqqan va siz ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Thank you for your attention. See you.